Assalomu alaykum azizlar. Sizlar uchun bugun manfaatli taklif. Qarshi shahardan 4-mikrorayon, shaharning markazidan bitta zo'r uy ko'rsataman. Eshiklari zo'r holatda. Shunday kirib kelaverishdan o'ng qo'lda dushovoy, tualet, hammasi bor, baychoklari bor. Aristoni kattasidan qo'yilgan. Bu yoqda esa oshxona, mebellari bor, demoxod qilingan, yangi gaz plita qo'yilgan. Bu yoqda balkon hali ozginagina remont narsalar qolgan. Manzil tushuntirib o'tadigan bo'lsam, akalar, manzili Darxon kafedan kirishda, Berxaus kafe yonida, bu yoqda 11-maktab, bog'cha hammasi bor. Litskiy xonasini ko'rsataman. Aboy qilingan, pardalar qilingan, suyuqlik turibdi. Pardalar qilingan, hammasi bor jigarlar. Bu katta xonasi. Pardalar bor, aboy bor, konditsioner ham bor. Hamma narsasi ishlab turibdi jigarlar. Narxi bo'lsa, 255 million. Qarshi shahar markazi 4-mikrorayon, 4-etaj, 32 kvadrat, balkonlar bilan 40 kvadrat atrofida bo'lib qoladi. Pastdagilar nomerlarni qo'ldiraman, telefon qilib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi.